Ko'rayotganingizda bu yoqda benza bakimiz bor. Bu tarafimizda esa mana quvvatlash porti. O'rtoqlar, hozir avtomobilning eng qiziq qismi saloniga o'tamiz. Salon meni haqiqatan hayron qoldirdi. Chunki haqiqatan juda ham chiroyli ishlab qo'yishdi. O'zbekistonda bunaqa avtomobil yig'ilayotganda men juda ham xursandman. ADM Global kompaniyasiga bunaqa gibrid uchun rahmat. Men test drive qilib maza qildim. Kamdan kam bunaqasi uchrardi. Plus asosiy yoritish LED elementi meni kecha kechqurun qaytayotganimizni juda ham qutqardi. Bu bolalar faqat komfortga o'rgangan. Bunaqa uyquni faqat samolyotda biznes klassida va premium sinfdagi avtomobilda berishligi mumkin. Shuning uchun ham qo'rqmasdan Samarqandga yo'lga chiqdik va Bekzod bilan Umidni orqaga qo'rqmasdan o'tkazib oldik. Chunki men Cherry Arizo 8 sifatida ishonchim komil bo'lib yo'lga chiqdim. Avvalambor aytishim kerak bo'lgan narsa, ishlab chiqaruvchi bu avtomobil 1,5 kilometr masofani bitta to'liq bak, 60 litrli bakimiz bor, plus 53 kilovat batareyada bosib o'tishi mumkin deb va'da beryapti. Aynan shu ko'rsatkichlarni tekshirish uchun ham qara, yomon joydan o'tdik. Uxlashyaptim, hali bitta qarab qo'y orqaga. Qilt etgani yo'q. Demak, hammasi joyida. Mana shu masofani bosib o'tish kerak. Biza bo'lsa hatto zapravka ham qilmadik. 850 kilometrlik benzinimiz bor edi. Batareyamiz atigi 10 yo 15% edi. Shunda ham batareyamiz hozir 25% ga chiqib oldi va biza HEV, ya'ni gibrid rejimida haydab ketyapmiz mashinani. O'ylaymanki, bu mashina va'da berilgan masofani kamida 80% ni bemalol bosib o'ta oladi. Bundan tashqari bizda hozir pechka yoqilgan, demak, yana ham aytishim mumkin, rasxodimiz ko'tarilishi kerak. Men kuzatib ketyapman, hozirgacha mana Jizzaxga qarab qayildik, atigi 100 kilometrlik benzinimizni sarf qildik. Odatda agar elektromobilda harakatlanadigan bo'lsangiz, qishki rejimda sizda doim va'da qilingan range, ya'ni masofa zaxirasi 50% ga chopilib ketadi. Samarqandga ham yetib kelib oldik. Samarqand City'damiz. Menga o'xshagan bekorchi osh yeyish uchun yoki shunchaki Samarqand City'ni ko'rib ketish uchun erinmasdan 300 kilometrdan oshiq masofani bosib keladigan o'rtog'inglar bo'lsa, unga bu videoni albatta jo'natib qo'yinglar. Ayniqsa agar u Malibuga pulim yetadi, lekin iqtisod qila olsam, ozgina pul ekonom qila olsam, plus u mashina benzinni ortiqcha sarf qilmasa, maza qilib yurardim degan bo'lsa, tim bo'li bu videoni u ko'rishga majbur. Chunki bugungi avtomobilimiz plug-in hybrid. Kelinglar, plug-in hybrid bo'lgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri uni texnik xarakteristikalarni o'rganishga kirishib ketsak, chunki tashqi ko'rinishi uzoq yo'l bosib kelgan bo'lsa ham avtomobilimizni o'zini jozibasini yo'qotmagan va go'zal delfin rangidagi ushbu avtomobilimiz, to'g'risi men bilmayman ishlab chiqaruvchi tomonidan bu rang nima deb ataladi, lekin xalq tilidagi delfin rangidagi avtomobil haqiqatda juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Ketdik, avtomobil yon tomoniga o'taylik. 18 dyuymli diskli. Menimcha dizayn juda ham bejirim amalga oshirilgan. Avtomobilning tashqi ko'rinishi haqiqatda menga shaxsan yoqdi. Panorama lukimiz bor. Buni hali salondan ochilishlarini ko'ramiz. Ko'rayotganingizda bu yoqda benza bakimiz bor. Bu tarafimizda esa elektroenergiyada shahar siklida bemalol harakatlanib ketaverasizlar. Menga o'xshab uzoq joy yo'lga chiqadigan bo'lsanglar, 95-benzin va undan yuqorisini shundoq qo'yasizlarda, xohlagan masofalarga O'zbekistonning istalgan nuqtasiga bemalol yetib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana yolg'on gapirmadim, hatto yukimiz ham bor. Ko'rayotganingizda 400 litrdan oshiq hajm subwooferimiz bor. Demak, audio tizim joyida. Bu haqida hozir salonda alohida to'xtalib o'tamiz. Maza qilasizlar audio tizimga. Bitta meni ozgina hayron qoldirgan narsa, u ham bo'lsa, nima uchun premium sinfdagi sedan deb pozitsionировать qilinayotgan avtomobilda yukxonada elektroprivod yo'q. Mayli, bunisini chetga surib turamiz. O'rtoqlar, hozir avtomobilning eng qiziq qismi saloniga o'tamiz. Salon meni haqiqatan hayron qoldirdi, chunki Cherry uchun bu
juda ham zo'r salon. Qaranglar, pechkani hali ham o'chirganim yo'q. Mashinaning dvigateli o'chib turibdi. Demak, men boyagi gapim to'g'ri. Iqlim nazorat qilish bloki tizimiga kiramiz, sideniyani bosamiz, o'rindiq ko'ryapsizlar. Oldida abagrevan bor, abduvan bor. Orqada abagrev bor. Ertalab soat 6:30da mashinaga o'tirganimizda, ko'chada turgan mizlab yotgan mashinada ham rulli abagrevini yoqilganda, ham sideniyalarning abagrevi yoqilganda, ham pechka baravar yoqilganda, to'g'risini aytaman, 4 kishi o'tirib maza qilib, chunki muzdek charm o'rindiqqa o'tirish qanaqa yoqimsiz ekanligini menimcha charm o'rindiqqa o'tirib ko'rganlar qishda juda ham yaxshi bilishadi. Yana bitta narsa sirazu ko'rsatib ketay. Qaranglar, bizda registrator bor o'zidan, zavoddan sirazu. Bu ham juda katta qulaylik. AVM, ya'ni 360 gradusli kameramiz bor. 3D rejimda ishlaydi, ko'ryapsizlarmi? Avtomobilimizning rangi oq. Oppa, qaranglar, tochkalarni ko'rishib. Ko'ryapsizlarmi? Har xil nuqtalardan bemalol avtomobil atrofida bo'layotgan ishlarni kuzatib borishingiz mumkin. Bu ham katta plyus. Qo'shimchasiga bizda Apple CarPlay bor. 12.3 dyuymli displeyimiz menimcha juda ham funksional jihatdan mukammal, to'liq bugungi zamon talablariga to'liq javob beradi. Bunaqa displeydan ikkita plus displey yon tarafida mana sensor knopkalari bor. Men bemalol ularni yoqib o'chirishim mumkin, chiroqlarni yoqib o'chirishim mumkin va tovushi balandligini shu yerda o'zidan boshqarishim mumkin. Bu ham katta yordam. Mana bu ruchkani ko'ryapsizlarmi? Assalomu alaykum. Biz obyekt qilmaymiz-ku, mashinani qo'yamiz, xo'jayinjon. Tushunganingizda, bizani Samarqand Citydan haydashdi. Alamdan nima qilamiz dedikda, boramizda, qorinni to'ydiramiz dedik. Shuning uchun hozir Jonni oshchi atrofida bizda zaryadka bor. Zaryadka mashinani qo'yamiz. Mana ko'rayotganingizda, op. Bundan muammo yo'q, kontakt bor. Endi qaranglar, mashinaning orqa qismi, qolgan detallarini endi Toshkentga yetib olib, mashinani bitta yuvib tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Rozimisizlar? Samarqand Citydan bizani syomka qilish mumkin emas. Haydab borishgan ham yaxshi bo'ldi bir tarafdan. Uzoq yo'ldan keyin mashinani yuvib tashqi ko'rinishini sizga ko'rsatish imkoniyati bizda paydo bo'ldi. Haqiqatan juda ham chiroyli ishlab qo'yishibdi. O'zbekistonda bunaqa avtomobil yig'ilayotganidan men juda ham xursandman. ADM Global kompaniyasiga bunaqa gibrid uchun rahmat. Men test drive qilib maza qildim. Kamdan-kam bunaqasi uchrardi. Plus, mana bu kunduzgi yoritish chiroqlari chiroyli bo'lishidan tashqari asosiy yoritish LED elementi meni kecha kechqurun qaytayotganimizda juda ham qutqardi. Yomg'ir yog'ib yotibdi. Bu yog'iga yana tuman. To'g'risini aytaman, juda ham qiynalaman deb o'ylagandim, lekin aslida avtomatik mana bu dvorniklarimiz постоянно lobovoydan tozalab turdi. Yoritish zo'r. Haqiqatda komfort bilan keldim. Yonimda begistik ham keldilar. Shturman haydovchini nazorat qilib keladi-yu, shunaqa nazorat qilib keldilar, lekin "Oka, zo'r keldingiz, gap bo'lishi mumkin emas, mashinaga ham gap bo'lishi mumkin emas" deb o'zlari og'izlari bilan aytdilar. Menga bu narsa juda ham yoqdi. Tashqi ko'rinishda menga yoqqan narsalardan yana bittasi bu radiator panjarasini oddiy qanaqadir xrom elementlar bilan an'anaviy panjara qilinmaganda, balki mana bunaqa teshiklar qoldirilgan sovutish uchun. Pastki qismda ham mana radiatorga dostup primoy bor. Oldimizda ham, orqamizda ham parktroniklarni ko'ryapsizlar. O'rnatilgan hammasi juda ham zo'r. Endi orqani bitta ko'rsataylik, kelinglar. Mana bu yerda bizda port pitaniya, ya'ni elektromobilimizning batareyasini plug-in hybrid bo'lgandan keyin alohida quvvatlash imkoniyati bo'lishi kerak. Lekin bizda e'tiborga olinglar, CC2 porti, demak bizda Yevropeyka, bu eksportniy varianti porti, Yevropeyskiy port. Quvvatlashda hamma yoqda ham quvvatla olmaysizlar, chunki bizda ko'proq GBT portlari ommaviyroq. Orqa optikani alohida to'xtalib o'tib ketishim kerak. Mono qoshdan tashqari mana bu sekventalniy, ya'ni bo'laklarga ajratilgan chiroqlarni juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'p, yukxonamiz kecha yuklari bilan ko'rsatdik, lekin haqiqatda 400 dan oshiq litr hajmga ega bo'lgan bagajnik, ya'ni yukxona juda ham katta. Bizda bu yerda rem komplekt bor. Ko'rayotganlaringizdek, ballonni ichida teshilsa to'ldirishingiz mumkin. Huk bor, ya'ni iladigan kruklarimiz bor. Xavfsizlik uchburchaklari. Mashina qasdan yopishga majbur bo'lasiz, chunki bizda mana full 365 million so'mlik, 100 ming kam 365 million so'mlik versiyada bagajnikda elektroprivod yo'q. Ostki glyansiviy qora elementi bor bamperda. Bu ham o'ziga yarasha go'zallik berib turibdi. O'zi umuman mana bu delfin rangidagi avtomobil chetda atrofda e'tiborni o'ziga juda ham qattiq tortyapti. Navbat endi texnik tafsilotlarga qaranglar. 2 marta tortamiz. Kecha Samarqandda texnik tafsilotlarni olayotganimizda men bu narsani o'zi tushunib olishga ulgurdim. 143 ot kuchi quvvatiga ega bo'lgan ichki yonish dvigateli joylashtirilgan va u qancha benzin yedi deb o'ylaysiz? 3,5-4 litr
deb o'ylardim, lekin aslida mana aralash siklda 1200 kilometrdan oshuv masofa o'lchanganida ushbu avtomobilda rasxod 4,5 litr. 4,5 litr. Bu avtomobil rost gapiryapti. Ya'ni bakdagi benzinni necha kilometrga yetishini tabloda ko'rsatadigan ko'rsatkichimiz biza kecha saharda Toshkentdan chiqib ketayotganimizda 880 kilometr ko'rsatyapti. Bordik, keldik, masofani bilasiz, 300 kilometr va undan ko'proq. Samarqandning ichida ancha yurdik, qaytib keldik. Salkam 700 kilometr masofa bosib o'tganimizda yoki 700 kilometr deb olaylik, bizda hozir 150 kilometrlik yana benzinimiz bor. Orada bir marta batareyani quvvatladim. Batareya maksimum 120 kilometr masofa bosib o'tishi mumkin. Lekin biza yo'l bo'yi pechka o'chirmadik, baraka topkurilib pechka o'chirmadik. Qachon elektromobilda pechka yoqsangiz, sizni rangingiz, ya'ni masofa zaxirangiz 50% ga qisqaradi. Buni yaxshi bilasizlar. Agar meni obzorlarimni tez-tez ko'rib tursanglar, buni juda ham yaxshi bilasizlar. Lekin bu gibrid rost gapiryapti. Ya'ni masofa zaxirasini 1400 kilometr deyaptimi? Demak, sizga konditsioner bilan boshqa ko'rsatkichlar bilan kamida 20% qanaqadir kompensatsiya plus KPD ni tushishini hisobga oladigan bo'lsak, bemalol 1000 dan oshiq kilometr qo'rqmasdan yurib bera oladi. Xo'sh, endi o'rtoqlar, sizlar bilan qiziq qismga o'tamiz. Bu avtomobil saloni menga shaxsan juda ham yoqdi. Birinchi ko'rsatadigan narsamiz, eshikni ochamiz, eshik kartadagi materiallar sizlarga yoqishi aniq. Yuqori qism yumshoq material, charmmi sun'iy analogi, pastda ham charmmi sun'iy analogi, lekin bu ham juda ham yumshoq va yoqimli. Strochka bir tekis, juda ham yaxshi sifatli tikilgan. Pastdagi strochka ham bemalol oq bilan tikilgan. Agar bilib qo'ying, sifatsiz strochka bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi albatta asosiy material rangidagi ipni tanlaydi. Bu yerda qoraga oq eng kontrast tanlangan, sababi ham sifatda ishonch juda ham kuchli. Pastki qism plastik. Bitta yoqqan tarafi maza qildim yo'lda musiqa tinglashga. Haqiqatda juda ham yaxshi imkoniyat beradi Sony audio tizimi. Voy, lekin haqiqatda tovushi sifati sizni hayron qoldiradi. Mana bitta narsani aytishim mumkin. Nimaga men kecha hech kimga rulni bermasdan o'zim deyarli 10 soat rulda bo'ldim va uyga kelib ham birpas farzandlarimni o'ynatishga, ular bilan vaqt o'tkazishga kuchim qoldi. Bilasizmi nimaga? Chunki o'rindiq haqiqatda biznes klassga qaranglar. Odat bo'yicha o'rindiq yonidan knopkani qidiraman, lekin ular eshikda. Bizda 3 ta pozitsiyada o'rindiq xotirasi bor. Bu ham biznes sinfidagi avtomobillarga xos xususiyat. Mana shu narsani men juda qattiq e'tibor beraman. Endi qaranglar, o'rindiqqa uzunligini qaranglar, o'tiradigan qismni. Bokovoy поддержкani bitta e'tibor beringlar. Spinkadagi, ya'ni suyangichidagi mana bu yostiqchani sozlash mana bu yerda joylashtirilgan. Endi bitta narsani ko'ringlar. Meni bo'yim salkam 1.90 da. Mana to'g'ri o'tirganimda qaranglar, qatgacha kelyapti. Mana tizza osti, ana asosiy qismi mana bu yerda. Ko'rsam deyarli tizzamgacha kelyapti. Mana shu narsa ahamiyatga ega avtomobillar. Mana shu narsa premiumlikni beradi. Mana shu narsa bizneslikni beradi. Anu funksiya bor ekan, mana bor ekan. O'rtoqlar, o'tirish qulay bo'lishi kerak, mashinada komfort bo'lishi kerak. O'rindiq kalta bo'lsa, mana bu yerdan bo'ladigan bo'lsa, oyoq постоянно osiladi, напряжение bo'ladi, hamma nagruska mana bu sustavga tushadi, икроножный мышцаga tushadi. Charchab qolasizlar. Men uzoq yo'lda juda ko'p yurganman. O'zbekistonda ham yurganman, Yevropada ham yurganman. Yaqinda Amerikaning highwaylarida ham yurish imkoniyati paydo bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? Komfortni beradigan narsa baribir avtomobilda sizni Passat'ingiz, o'rindig'ingiz, rulni sozlash imkoniyatingiz. Uzoqda o'tirganingizdan keyin menga o'xshab bo'yingiz balon bo'ladi. Maksimalni uzoqqa o'rindiqqa itarib, pastga cho'ktirib olasizda. Qo'l yetmasa, agar teleskopik yo'nalishdagi sozlama yaxshi bo'lmasa, unda bilmayman qanaqa bo'ladi. Bu yerda sizlar hamma narsani maksimalni komfortni sozlab olishingiz mumkin. O'tirdingiz, podlokotnikka qo'ydingiz, eshikdagi podlokotnikka tirsagingizni qo'ydingizda, rulni ushlab ketishingizda sizda hech qanaqa noqulaylik bo'lmaydi. Maza qilib avtomobilni boshqarasiz. Men shu narsani Chery Arizo 8 gibridda haqiqatdan topdim. Menga yana bitta yoqqan narsa bu torpedkada, markaziy konsolda yog'och imitatsiyasi bor. Juda chiroyli chiqqan, haqiqiyga maksimal darajada o'xshab chiqqan. Salon qorada tikilgan oq strochka haqiqatda premiallikka yetkazib bera olyapti. Lekin yana o'sha gap, minuslarni ham aytib o'tishga majburmiz. Meni nuqtai nazarimda patolog va stoykalar qismi qora bo'lishi kerak edi. Bu endi did masalasi. Bu yerda men hech kimga bu kamchilik, ko'pchilik, minus, plus demayman. Bu meni nuqtai nazarimdan minus. Qolgan ko'rsatkichlar bo'yicha avtomobil o'zini puliga, o'zini sinfiga 100% javob beryapti deb ayta olaman.
Endi qaranglar, bizada беспроводной zaryadka bor ventilyatsiyasi bilan bu yoqda menimcha yo'q bo'lsa kerak. Tekshirib ko'rmadim hali. Mana bundoq qilib ko'raylik. Bu yoqda bor, 100% bor. Ko'rdinglarmi? Yondi. Endi ikkinchisini yoqamiz. Bu yoqdachi? Yo'q, bunisida yo'q, lekin siz uchun simsiz quvvatlash bor. Demak, bizada Samarqand City'ga kirishimiz haqida chek bilan ikkita podstakannikimiz bor. Barimizni ko'ramiz podlokotnikdagi. Voy, ko'p narsa sig'ishi bemalol ekan. Tak, oynamiz doimgidek podsvetka bilan, bu must have narsalar. Pardamiz oxirgacha bemalol ochilyapti, ko'rayotganinglardek. Lekin o'zim ikkinchi qatorga o'tirib ko'rmasam bo'lmaydi. To'g'risini aytaman, hali bu mashinani ikkinchi qatorga o'tirib ko'rmadim. Yuringlar. Voy, bekorga umid mazza qilib uxlab kelmagan ekan-da. Men uchun sozlangan o'rinda qaranglar, stoykadan qancha o'tib turibdi. Suyangich, ko'ryapsizlarmi? Mani tizzamolda qancha joy bor? Bir mush joy bor. Plus bu yerda bemalol joylashsiz bo'lar ekan. Haqiqatda maza. Podogrefi yoqish uchun mana bu yerda alohida tugma chiqarib qo'yilgan, USB port chiqarib qo'yilgan, deflektorlarimiz bor, hammasi joy-joyida. Podlokotnik, podstakannik. Yana bitta qulaylik, agar 3 kishini olib ketaman deydigan bo'lsangiz, endi biznes klassda 3 kishi ketmaydi. Endi mayli, ora-chorada shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Panel yo'q ko'rsam, deyarli tekis polga bemalol oyog'ini qo'yib, joylashib ketish imkoniyati bor. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ta juft, 10 ta airbag bor. Rang, maza qiladigan rang menga yoqdi. Ko'pchilik e'tiborini o'ziga tortyapti. Samarqandda ham endi do'stlarimiz bor, muxlislarimiz bor, boryapmiz. Tadbirga bordik. O'z bilgan bo'lsanglar, Ucharbeyni ochilishiga borganimizda ham odamlar ko'rib, nima mashina bu, zo'r ekani, qanaqa yuryapti, qancha yuryapti, ma'lumot so'rashni boshlashdi. Yon tarafdan nimaga o'xshatdi deylar degan savol bo'lganda, kimdir Lexus dedi. Aslida men bu mashinani, to'g'risini aytaman, balki meni urishib berishadi. Ko'pincha qo'rqishadi, solishtirishdan. Malibuga to'g'ridan-to'g'ri konkurent. Chunki Malibuni xalq og'zidagi avtomobil ekanligini hisobga olmasangiz, funksional bo'yicha bu mashina Malibudan menimcha bemalol o'tib ketadi va bu kamida moliyaviy jihatdan sizga yaxshigina manfaatli va iqtisod qilib beradigan, pulingizni yoningizga qoldiradigan mashina. Malibu nechta benzin yeydi? Kommentariyda yozib keting shu narsani. Chunki bu biza umuman zaryadka qilmaganimizda, Samarqandga borib kelganimizda, shahar ichida yurganimizda, bugun Toshkent ichida yurganimizda 4,5 litr deyapti. Yesin, 5 gacha yesin, yurmaysiz-ku, benzin ishlatmaysiz-ku, shuni zaryadka qilasiz. Kuniga 120 maksimal yursa, 180 yursin, 100 yoki 80 kilometr yurasizmi kuniga? Faqat elektr jagada yurasiz, EV rejimda yurasiz. Gibrid yoqsiz, shu 5 litrgacha yeyapti. Buni o'zi hech qanaqasiga bahslash bo'lmaydigan manfaat deyish mumkin-da, tushunasizmi? Bo'pti, gapni ko'paytirmaylik, test drive boshlaylik. Bu mashina sizni shunchalik qayg'uradiki, qoidabuzarlik qilishingizga ham yo'l qo'ymaydi. Mana D ga urdim. Ko'rdingizmi? Yurmaydi mashina. Tormoz ruchnoy qo'yib yubormayapti. Ruchnoy tormoz zirchagi yo'q hech qayerda. Nimaga bilasizmi? Toki siz xavfsizlik kamarini taqmaguningizcha avtomobil joyidan qo'zg'almaydi. Ana endi gaz pedalini yengil bosib qo'ysangiz, o'zi yurib ketaveradi. Shu taraflarga qo'yib qoldim. Sizni sog'ligingiz haqida qayg'uradi bu. Endi siz buni oila uchun olasizmi yoki kundalik foydalanish, o'zingiz ishga borib kelib haydovchi bilan foydalanasizmi? Har qanaqa vaziyatda sizga bu avtomobil maksimal komfort berish imkoniyatiga ega. Qaranglar, bundan tashqari oynani tozalaydigan tizimimiz avtomatik tarzda ishlaydi. Ko'rdinglarmi? Avtomaticheski srabotовать qilyapti. Ozgina yomg'ir bordi nomiga. Hali tumanda yurganimizda ham o'zi avtomatik tarzda perivalda bemalol ishladi. Minuslarga to'xtaladigan bo'lsak, faqat maqtamaymiz-ku, minuslarni ham aytishimiz kerak. Shumoizolyatsiya bo'yicha ozgina menda pretenziya bor. Shumoizolyatsiya darajasida ozgina qo'shsa bo'lar edi. Lekin yo'l bo'yi ichki yonish dvigateli ishlab keldi. Bizning batareyamizni quvvatlab keldi. Shunda men biron marta turbinali dvigatelni eshityapman degan fikrga bormadim. Shunchalik dvigatel shovqinsiz ishladiki, menda umuman shubha qolmadi. U haqiqatda premium sinfdaligi va salon hamda kapot osti hududini orasida shumoizolyatsiyaga e'tibor berilganiga. Bu narsaga albatta tan berishimiz kerak. Yoqqan tarafi gaz pedalining reaksiyasi. Gaz pedali umuman o'zgacha reaksiya beradi. Ya'ni ichki yonish dvigatelidagi emas, elektromobil-ku bu qisman. Gibrid-ku. O'shanga manevr qilayotgan paytingizda sizga momentalniy tagga kerak bo'lgan paytda shunaqa yordam beradi, shunaqa maza qilasiz. Tormoz ham shunga javob beradi. Tormoz pedalining reaksiyasi ham zo'r. Plus uni boya ko'rsatgandek sozlash mumkin. Ya'ni sezgirligini o'zingiz belgilaysiz. Ko'rdingizmi? Mana hozir oldinda prepятствие paydo bo'ldi, ya'ni to'siq paydo bo'ldi. Men bittada o'tib ketdim.
haqiqatda avtomobilni boshqarish maza. To'g'ri, podveska yumshoq emas. Odamlar bemalol uxlab keta oladi orqangizda. Yumshoqligini hisobiga, lekin tarangligini hisobiga, ya'ni shunaqa zo'r nastroyka qilinganki, rulni sizga bo'ysunishi so'zsiz. Ozgina burdingiz, polosani o'zgartirdingiz. Shu polosani o'zgartirganingizda, manevr qilganingizda mashina og'ib ketmaydi. Shu taraflari menga juda ham yoqdi bu mashinani va o'ylaymanki, buni boshqarib ko'rgan har bitta odamga yoqadi. Yana bitta narsa, qaranglar. 16,000 kilometrdan oshiq masofa bosib o'tgan bu avtomobil o'sha UzTestda sertifikatsiya uchun bilasizlar qanaqa qiynashadi, mashinani qanaqa ayovsiz ekspluatatsiya qilishadi. Shu ekspluatatsiyada ham tekis yo'l bo'ladimi yoki masalan Jizzax tomonga qayilganingizda Sirdaryodan o'tib, bilasizlar, yo'lning notekis qismi bor, juda ham yoqimsiz qismlari bor. Ana o'sha qismlarda ham salonda shaqillagan ovoz yo'q. Plastik detallar shunaqa yaxshi qotirilgan, yaxshi shumoizolyatsiya qilinganki, ulardan hech qanaqa ortiqcha shovqin chiqmaydi. O'zingiz salonda ortiqcha narsalarni qo'yib, o'shalar bir-biriga urilib tovush chiqmasa, umuman shovqinsiz avtomobil. Shu joyiga maza qildim. Endi avtomobilning 7 yil yoki 200 ming kilometrga garantiyasi borligi, batareyaga 8 yillik garantiya borligini hisobga oladigan bo'lsak, menimcha sedan haydayman degan avtomobil ishqibozlari uchun bu mashina optimal tanlovni bemalol ayta olaman. Qayrilib chirog'ini eshityapsizlarmi? Ko'pchiligi yoqmaydi. Ovozi sizlarni asabiylikka o'ynaydimi? Chery Arizo 8 gibridda zo'r funksiya bor. Shuni pasaytirib qo'ysanglar bo'ladi. Hech qanaqa menyu kirib o'tirish kerak emas. Shu o'zdan bittada. Bu mashina sizlarni asabiylarni ham ajrar ekan deb mazza borib. Mana men bu blok ichida stereo kamera berkitilgan, plus registrator berkitilgan, ya'ni sizni avtomobilingizga qo'shimcha registrator o'rnatishga hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Stereo kamera bo'lsa, lidar vazifasini bajaradi. Teslada ham xuddi shunaqa texnologiya, unda lidar yo'qda, hamma yonni faqat stereo kamera yordamida nazorat qilib boradi-da, atrofdagi vaziyatni. Shuni yordamida barcha xavfsizlik assistentlari bizning ham avtomobilimizda mavjud bo'lgan, to'g'ridan kelayotgan, yondan kelayotgan, orqadagi xavf-xatarni sezadigan, agar qarama-qarshi yo'nalishdan to'qnashuv xavfi bo'ladigan bo'lsa, uni ogohlantiradigan, to'xtatadigan, mashina o'zi avtomatik tarzda chetga olib qochadigan assistentlarning barchasi mana shu texnologiyalar asosida ishlaydi va premium biznes sinfdagi avtomobillar uchun bunaqa xavfsizlik tizimlari meni nazarimda doim yoqimli bonus. Qaranglar, orada dvigatel yoqilyapti, chunki batareyamiz 23%. Sal qattiqroq gaz beradigan bo'lsak, lekin men dvigatel ishlayotganini sezish uchun diqqat bilan e'tibor berib quloq solishim kerak. Deyarli motor ishlayotganini eshitayotganim yo'q. Mana shu joyga men qoyil qoldim. Bu katta tezlikda trassada bo'ladimi? Misol uchun kecha Samarqandga ketayotganda yoki qaytayotganda yoki shaharda bo'ladimi mana bunaqa jimjitda. Bugun yakshanbada hech kim yo'q ko'chada. Qaranglar, umuman ichki yonish dvigatel ishlayotgani eshitilmayapti. Men shunisiga qoyil qoldim. Qanaqa bunaqa effektga erishgan? Trassada tezroq etganimda ko'chadagi shovqinni eshityapman, lekin motorni eshitmayapman. Bunga qanaqa erishishgan? Menga aytinglar, kommentariyada yozib ketinglar. Shunisiga men qoyil qoldim lekin. Yana bitta zo'r tarafi gibridligini, elektromotor tortadi-ku bu mashinani. Shu momentda baribir pedal umuman o'zgacha reaksiya beradi. Shunisiga maza qilaman. 7.3 soniya 0 dan 100 gacha tezlash uchun vaqt kerak bu avtomobilga. Men yana bir marta qaytarib aytaman, ko'pchilik obzorlarimda aytganman, 7.3 soniya bu shahar uchun, kundalik avtomobil uchun norma. Juda ham yaxshi ko'rsatkich. Dinamika sizga obgonga chiqayotganingizda bundoq qilishingiz uchun yetarli. Ya'ni hech qayerda qolib ketmaysiz, vaziyatda manevrlarda qiynalib qolmaysiz. 5 soniya bu zo'r ko'rsatkich, chunki 5 soniya kamdan kam kerak bo'ladi. Bir oyda bir marta bunaqa ehtiyoj bilan, ya'ni 5 soniya tezlashadigan avtomobilni bor quvvatini ishlatish ehtiyoji bilan siz gaz pedalini bosishingiz mumkin. Shaharda, Toshkentda, qolgan joylarda bilmayman qanaqa. Siz qayerda yurasiz, qanaqa yurasiz? Undan pasi уже bo'ldi. U yog'i sport car.